Ayollarimiz sog' bo'lsin. Haqiqatan hozir aka zamon rivojlanadi. Hozir texnika zamoni bo'lib qoldi. Oldin mahallalarda bitta mahallada 2 ta yo 3 ta mashina bo'lardi. Hozir har bir xonadonda 2 ta 3 tadan mashina bor, to'g'rimi? Har bir xonadonda. Men esimda uyimizda bitta Jiguli bo'lardi. O'sha Jigulini qishloqdan itarmagan odam qolmaganda. Rostda. Bitta qo'shnimiz og'ir atletika bo'yicha chempion bo'ldi. U qayerdan bo'ldi deysizlar? O'sha Jigulini itarib bo'ldi u. O'zi uncha kuch kelmaydi. Hozir misol uchun rivojlanib ketdi. Xohlagan pulingizga mashina bor. Hozir shopirsiz mashinalar chiqyapti. Odamni-chi, puli ko'paygandan keyin shopirab yoqmay qoladi. Puli ko'p odamga savol beraversangiz yoqmaydi-da. O'shalarda o'ylab hozir shopirsiz mashinalar chiqadi. Ichsa 50 gram icham, 100 gram icham, 200 gram icham, ichib rulga o'tirsa o'sha mashina yurmaydigan funksiyalar bor ekan. Qo'yil, ichsangiz yurmaydi. Kim ichgan bo'lsa mashinadan umuman yurmaydi mashina. O'zimizda GM'ni mashinalaridan aylanayam, Nexia, Damaslardan. Shopir ichadi. Yonidagi sheriga ichadi. Orqadan 3 ta qotib qolgan. Ana u mashina bir og'iz hech narsa demaydi, uyma-uy kirib tashib chiqadi. Yana u ichganini biladi-da, u sezadi qanaqadir. Bir o'g'ay haqiqatan rivojlanib zo'r. Bir o'g'aynim bor, Amerikada fura haydaydi. Elbek deydi, avariyni holat Amerikada juda ham kam deydi. 10 palasa yo'l Amerika nariyoqqa qarab ketgan, 10 palasa yo'l bu yoqqa qarab kelgan deydi. Avariyni holat juda ham kam. Yo'l atrofida hech narsa yo'q deydi. Maqtanyapti-da menga. Men aytdimki, bizda ham shunaqa dedim. Trassamiz dedim 2 palasa yo'l nariyoqqa qarab ketgan. 2 palasa yo'l bu yoqqa qarab kelgan. Uni ham bitta palasasiga baraka topsin, tarvuz, qovun, alma, anor, Andijon marojni, xoddoyxona, hamma narsa qo'yib olgan. Ki avariyni holat bizada bo'lmasa ularda bo'lsinmi? Bitta palasaga qatnayapmiz-da hozir. Yana nima deydi menga? Elbek deydi, "Men mashinamda kelyapmiz Samarqandga qarab." Elbek deydi, "Ha" desam, "Ertalab turaman" deydi. Fura minishni oldim, bitta stakanga suv solaman dedi. Furani oldiga qo'yaman dedi. Tarpetkasiga qo'yib qo'yaman. 1000 kilometr yuray. 1,5 kilometr yuray, bir tomchi o'sha suv to'kilmaydi deydi. Bizda ham shunaqa dedi. Bitta suv qo'y dedim. Bitta stakanga suv qo'ydi. Jintrani oldiga qo'y dedim. Mashinaning oldida tarpetkani ustida shunday qo'yuvdi. Bir 20 metr yurgan bilaman, suv ham yo'q, stakan ham yo'q. Nima qilding sen desam, qo'y deding, men ichishga qo'ygan dedim senga dedim. Bizning yo'llarga radiatordagi suv to'kilib ketyapti, sen stakanni aytasan dedim. To'g'risi, atrofga ketsangiz, men qator bir kun vodiyga qarab ketyapman, Angren yo'lga qator mashinalar turibdi. Menimcha bir to'xtab dam olyapti ekan desam, hammasi tushib olgan balonni ham naqi ichyapti. Yamanaga tushgan ekanda, haqiqatan eng mana shu yo'llarga qatnaydigan eng zo'r shopirlar bu viloyatga, trassaga qatnaydigan taksistlarga bitta qarsak chalinglar. Haqiqatan bular shuncha radarlardan orttirib bola chaqasini boqib baraka topsin. Bular zo'ru, lekin bularda ham notarafi bor. Bayram kuni otasini ham tanimaydi-da. Borsak, bu Samarqandga ketishimiz kerak. Studentimiz o'sha payti. Yangi yilga ketishimiz kerak. Yo'l kira narxlari qimmat. Bir og'aynim aytdiki, "Elbek" dedi, "Ha" desam, "Yuring" dedi, "Men dadam Toshkent Samarqand qatnay, birga mashinaga ketamiz" dedi. "Aniqmi" desam, "Ha, olib ketam." "Nima deganingiz, dadam-ku olib ketadi" dedi. Bordik. Stenkaga bordik. Dadasiga "Assalomu alaykum dada" desa, dadasi ham "Samarqand bitta odam" deydi. "Assalomu alaykum dada" desa, "Samarqand bitta", o'g'liga qaramayapti. Oxiri oldiga borib, "Dada, assalomu alaykum. Onam aytuvdilar, yangi yil bayramini birga kutar ekanmiz. Shu olib ketsangiz, shu oilaviy kutsak" desa, dadasi ham, "Onangni aytganini men qachongacha qilaman? Ha? Bor. 5-mi, 6-yanvarga olib ketaman. Hozir 300 ming, 400 mingni odam olib ketyapman" dedi. O'zini bolasini olib ketmayapti. Hali ham mana aytmadi. Mana aytsa shu stenkaga urib bir narsa qilardi bu bola. Rostdan-da. Olib ketmayapti o'zini bolasi. Eng qizig'i, taksilarda zo'r odati bor. "Aka, shoshib turibman. To'yga kech qolyapman. Shu to'lgan mashina bo'lsa birdan ketsam, bitta odamlik olib shu ketsanglar" desam, "Aka, manda, yuring." "Aniq to'lganmisiz?" desam, "Aka, yuring. Taksilar qachon yolg'on gapirganini eshitgan. Yuring." Shuna o'tiramiz, shuna yuramiz. "Aniqmi?" "Yuring" dedi. Shunday borsam, haqiqatan 3 ta odam o'tiribdi.
O zo'r bo'ldi deb shunday o'tirdim, ana 3 ta odam shunday tushib ketdi. Nimaga tushib ketyapsizlar desam, aka biz ham shu liniyaga qatnaymiz, taksist biz shunaqa odam to'ldiramiz dedi. Qo'yil dedim. Keyin mana shu trassaga qatnaydigan shopirlarcha eng tez yuradigani bu qayerda taksilari? Qashqadaryo qoldi hozir. Bu Surxondaryo degan chiqar raketa. Yomon tez qayda ekan bular. Bir kun amakim bilan chiqdik, Samarqanddan chiqdik, yonimizda 170 bitta Cobalt ship etib o'tib ketdi-yu. Amakim aytdi, "Elbek" dedi, "Mana shu biz shuncha yildan beri yo'lga yuramiz" dedi. "Shu Cobalt yo bizdan 5 minut oldin boradi" dedi. "Yo bo'lmasa 5 minut keyin bir xil boradi, ko'p farq qilmaydi" dedi. Men nomerini yodlab qoldim. "Hozir yo'lda uchratamiz Elbek" dedi. "Ha, xo'p" deb keldim. Sirdaryoga ko'rib qoldik rostdan. O'sha Cobaltni ko'rib qoldi. "Ye, to'xtabda so'ray" dedi. "Aka, voy shuncha tez haydab o'tib ketdingiz. Bari biz qatori kerak ekansiz-ku mana" desa, aka ham, "Yo'q, men Toshkentga 4 ta odam tashab, 4 ta odam olib qaytyapman aka" dedi. Yomon tez qayda. Bir kun ketyapman, shom payti qorong'i, Surxondaryoning taksisining orqasidan 140 ketyapman. Mana 140 ketyapman. Radarga yaqinlashgan, meniki antiradarim chalib qoldi. Ala Surxondaryoning shopiri shu radarni oldiga borganga, gazini ham tashlama, 140 o'tib ketdi. Radarni oldiga borganga shunday mashina o'chirdi, faralari uchdi, 500 metrdan shunday yana ketdi-yu. Men qo'yil qoldim. Borib so'radim. "Aka, shunday qildi" desam, "Buni siri bor" dedi. "Nima?" desam, "Radarni oldiga" dedi. "Mana shu katta tezlikda kelsangiz, gazni tashamang" dedi. "Shu radarni oldida yaqin qolganga" dedi, "bitta mashina o'chirasiz, faralari o'chadi, 500 metrdan bitta yoqasiz, radar urmaydi" dedi. "Voy zo'r ekan-ku" dedim. Qaytishga xuddi shu radarni oldiga men ham 140 haydab keldim. Tezlikni tushirganim yo'q. Shu radarni oldiga keldim, mashinani bitta o'chirib 500 metrdan keyin shunday bitta yoquvdim, uyga kelib qarasam 3.655.000 kelib turibdi. Men ham qilgan qilar ekanda, aka, har kim ham qila olmay ekan. Qo'yil qolasiz. Men keyin ko'chada yursanglar, bez nomer mashinalar bor, bilasizlar, ha? Bez nomer, yo'l ber deyveradi. Oldimda mashina bor, yonimda mashina bor. Yo'l ber deydi. U qanaqa kalla bo'lish kerak, u uchun? Oldimda mashina bor, yonimda mashina bor. Yo'l berishning iloji yo'q. Margat qiladi. U mendan uchib o'tish kerak, shunda o'tadi. Bo'lmasa yo'l berib bo'lmaydi. Shu bir amallab yo'l berib yordim. Kimda Sirdaryoning 20 talik zapravkasi bilasizlar? O'shidan shunday qayrildim va bittasi laylagida urib ketgan. Laylagida urishni necha tezlik bo'lish kerak? Laylak tipirchilayotdi yo'lni bo'yiga. Laylagida oldiga bordim sekin. Laylak nima bo'ldi desam, aka, radarlar qo'yilgandan keyin sal past uchuvdik deydi. Bittasi kelib urib ketyapti-da dedi. Laylak siqilma dedim, tinchlik bo'lsa, nima, qayer ketyapti desam, aka, bugun kichkina o'g'ilchani tug'ilgan kuni edi, Sirdaryoga baliqqa ketyaptim dedi. Laylakni uyoq buyoqlarini, qanotlarini to'g'riladim, qo'liga 200 ming berib uchirib yubordim. Yana bir 50 kilometr yurdim, bittasi sigirni urib ketgan, molni urib ketgan. Molni oldiga bordim, "Nima bo'ldi?" desam, "Aka, men peshxotdan o'tayotgandim, bittasi kelib urib ketdi." "Xafa bo'lma" desam, "Aka, siz xafa bo'lmang, ko'p shopirlar bizga o'xshab ketyapti" deydi. Haqiqatda o'qimay olganlar ham ko'pda. Va o'qimay hozir zo'r bo'ldi, prava. Hozir zo'r bo'ldi. Bittasi 7 marta imtihon topshirdi pravaga. Basharasini ham ko'rsanglar, pravaga o'xshab ketganda. Qiyin bo'ldi. Hozir endi o'qib oladi, shuni avariyning holatlar kam bo'ladi. Bir kun Toshkentda Chorsu steykadan shunday chiqyapman. Bitta opa shunday chiqayotdi, mashinam keldi, baloniga urib, banferi sinib, shunday yiqilib tushdi. Opa shunday meni oldimga keldi, bunday qaradi, raqamim o'sha payt 30 da yuraman. Bunday qaradi, "Boplay" dedi. "Menga qara, nima qilib yuribsan sen shaharda o'rtasi? Ha, men mashinamni qilib berasan." "Opa, men urganim yo'q. Qilib berasan meni mashinamni. Sen nima qilib yuribsan o'zi sentrda? Bash tushunmadim seni. Qanaqa bo'lasan sen? Qilib berasan meni mashinamni. Tushundingmi? Hozir gay chaqiraman" dedi. "Opa, gay chaqiring" dedim. "Chaqiring gay" dedim. To'g'risida ungacha nima bo'ldi? Raqamni ko'rib shunaqa deyapti. "Chaqiring" dedim. Gay keldi, kameralar ko'tardi. "Opa" dedi, 150% sizda ayb ekan dedi. O'zingizni mashinangizni ham o'zingiz qilasiz. Bu kishini ham e'tirozlar bo'lsa, bulankini ham to'lab berasiz, qilib berasiz dedi. Opa ham sekin oldimga kelib, "Uzrda Zemlak, men ham Samarqand Payariqdan bo'laman. Chorsida qurt-purt sotamiz-da. Uzrda" deydi. Qo'yil dedim. Haqiqatda ayollarimiz mashina minmasin-da. Ayollarimiz shopirlar, yuzda yurmanglar, yuzga kiringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
Keyin yo'llarda uchratib qolamiz. Shopirlarni eng qiziq hozir orqasiga nom yozib olish moda bo'lgan. Qoyil. Bittasi orqasiga Damasda ya xuligan deb yozib qo'yibdi. Kim ekan bu shopir deb shuna borsam, bir 78 ga kiradigan otaxon mana narx ketyapti. Skorga arang oladi. Ya xuliganmish. Qoyil. Yana bittasi orqasidan deb yozib qo'yibdi. Otam davlatim, onam jannatim deb qo'yibdi. Mana haqiqiy farzand. Nexia 2 da yozib qo'ygan ekanda, haqiqiy farzand. Mana haqiqiy muxlis. Rahmat. Sog' bo'ling. Qashqadaryo Kosondan kelishgan. Qarsakinglar. Sobir aka. Rahmat. Garnek sanatoriyasi. Rahmat. Shu orqasiga yozib qo'ygan. Otam davlatim, onam jannatim deb yozib qo'ygan. Baraka topsin deb. Kim ekan bu? Bunaqangi mehribon bola. Kim ekan bu deb shunaqa mashinani bosyapman, yeta olmayapman-da. Nexia 2 da var, legendada yetib bo'lmayapti. Kim ekan buni shopiri deyapman. Yana bosyapman, yana yeta olmayapman. Bunda qarasam bir 18 mi 19 yoshga kirgan yigit ichida bir 4 ta qiz tog'di yo'liga boshqa qarab ketyapti. Ota-onasini davriga yozib qo'ygandir. Otam davlatim, onam jannatim, mazza qilib yurgandir. Yana bittasi orqasiga zakazga o'ldiramiz deb yozgan. Matizning orqasiga. Bu nima ekan dedim. Shuni sekin bordimmi, chekkaga olib, aka tinchlikmi? Bitta ish bor dedim, bittasi qarzini bermayapti desam, "Ya, aka biz unaqa ish qilmaymiz. Biz mana tarakam burga o'ldiramiz" deydi. Unaqa qilib yozib olmaylar-da dedim. Haqiqatdan shopirlarimiz ko'z tegmasin. Baraka topinglar. Shopirlar yuzga yurmanglar, yuzga kiringlar. Rahmat.